Milliy qadriyatlar, xalq o'yinlar va bir-biridan totli taomlarni o'zida jamlagan Navro'z tantanalari bugun respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Bayram munosabati bilan joylarda sayrlar ham tashkil etilyapti. Yurtdoshlarimiz ko'nglida esa bahoriy kayfiyat va shukronalik hissi. Hududlarda tashkil etilgan tadbirlar tafsiloti bilan navbatdagi lavhalarimiz orqali tanishishingiz mumkin. Ayyom Navro'z Qoraqalpog'istonning qobiliyatlilar maskani Bo'zatov tumanida ham yuqori kayfiyatda nishonlandi. Milliy ruhda tayyorlangan ko'rgazmalar kun boshidanoq haqiqiy Navro'z ruhini taratgani rost. Shani bo'lsin bayramimiz, Qadriyatlaring mangu bo'lsin, сүрен астында улума халқылық байрам, Наурыз байрамы үлкен көтеріңкі рухта белгіленіп отырыпты. Бүткіл республикамыз халқын байрам мен шын қалбінен құттықтаймыз. Илайым байрам дастарханымызға төгін шашылық, халқымызға тынышлық, амаллық, құт берекет, елімізге тынышлық алып келгей. Bundan so'ng hududdagi madaniyat markazi oldida bayram tantanalari bo'lib o'tdi. Xalqimizning og'izbirchiligi bekkim. Har bir shang'aroqda sumeleklar, har bir ko'chalarimizdagi qaynatılib atgan sumeleklar Navro'z bayramına arnalgan aymoqlardan o'rinlarning ajratilib, bunday ko'tarinki ruhda belgilenuvi rayonimizning xalqining Navro'z bayramına ulkan ulus qo'shib atgandan derak beradi. Keng ko'ngillarda, keng maydonlarda esa milliy sport musobaqalari ham bo'lib o'tdi. Ket aylovga ketgan atlarimiz birinchi aylov o'tibdi, xudo xolasa ikkinchi aylovga ketib boratiribdi. Ikkinchi aylovga ketib boratiribdi atlarimiz. Qadriyatlaring buyuk bo'lsin Navro'z shiori ostidagi bayram sayillari haqiqatdan ham milliy qadriyatlarning tantanasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aydin Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan.